Ama adashmanglar, 57-uy. Bugun rohatimni ko'ngilni zabt etib uyga olib ketaman. Xo'p. Aka sizga pasilka bor ekan. Erkak kishiga yurakcha hech g'alati emasmi? Lochinim. Ha, g'alati, ancha g'alati. Hayotim mazmuni rohat. Sensiz menga dunyo vobshe noch bo'lyapti. Sen menga keraksan, rosa zarilsan. Sen yoqtirgan barbeki burgerni ham olib keldim. Uni sassiqdan qarshilik qilsam-chi, seni bugun olib ketaman jonim. Rozimisan? Yo'q, onangni ham gurla. Ama barbekü burger zo'r ekan. Sen meni sassiq dedingmi qo'yog'i? Peshanani yo'q, quyosh atrashini beryapti. Kechiring dadajon. Qizim olib ketishdi, shartim bajarasan. Juppa-jup qilib turing siz. Bu shartni bajaraman rohat uchun. Let's go. Rohatim uchun. Ko'zda dvorniga ketganmi deyman. Ha bu faqat qizib urishni bilasiz ekanda, ha? 2 yoshli baxtiga to'sqinlik qilmang dadajon, ko'ngilni toza qiling. Ha, o'zingga o'zing qilding. Ko'ngil toza qilguncha basen toza qilasan, ko'rma yoqqa. Basenni suvini chiqarib tozalasam bo'lmaydimi? Ana mana shunday tozalaysan. Sassiqchol. Nima? Hazlat. Hozir to'nga qamab uraman. Ota bir yoqda cho'kyapti. Lochinim deydi, lochinim.